sizningcha inson qachon rivojlanadi? Menimcha qachon odam rivojlanadi, qachonki bir o'qishlarga ahamiyat berishni boshlasa, qachonki bir o'zini ustida ishlashni boshlasa, o'shandan boshlab rivojlanishni boshlasa kerak. Bizda bir 2 yil oldinmi bitta katta kompaniyaning dilleri bo'ldik. Visman kompaniyasining dilleri bo'ldik. De 6 oy, 7 oyda 7 dona konsol zo'rg'a sotdik. Biz o'shanda shu narsani sota olmayapdik. Sota olmayapmiz, sotib bo'lmaydi, voy bu yoqda deb yurdik. Keyin bizani Visman kompaniyasini o'sha paytdagi direktori bo'lardi, Baxtiyor aka biz bilan ishladilar, bizga sotishni o'rgatdilar, bizga ishlashni o'rgatdilar. Undan tashqari yana bitta mutaxassislar bilan uchrashdim, darsga bordim, savdo darslariga bordim-da. Shundan keyin o'shanda rivojlanishni boshladi savdomizda. Keyin o'sha bizlar qanaqa nimalar qilish kerakligini yana ham yaxshiroq tushunishni boshladik. Shu odam rivojlanishni boshlarkan, qachonki o'zini ustida ishlab, o'z o'qishni boshlab, sekin-sekin rivojlanib yurib borishni boshlarkan. Shunda agar hech narsa o'qimasdan, kakanoyes ertalab turdi, ishga bordi, ishladi, yana uyga ketdi. Mana shunday kun o'tib ketsa bo'lmas ekan. Shu kuniga yoki bir haftasiga qanaqadir vaqtda o'qishga, yengilliklarni o'rganishga vaqt ajratish kerak ekan. O'shanda rivojlanishni boshlar ekan.